Xayrli tong, Sidney. Men juda erta uxladim. Yarim tunda uyg'onib, hojatxonaga keldim. Quyosh chiqdi. Ertaga men Jisu Unni bilan hayvonot bog'iga boraman. Sochlarim juda o'sib ketdi. Biroz yana uxlashim kerak. Lekin yana uxlasam bo'ladimi, bilmayman. Yana biroz uxlayman. Bir fikr bor. Men bugun vlogni yaxshi suratga olaman. Men vlogni suratga olishni bilmayman. Bu qiyin. Olg'a. Ertalab ko'rishguncha. Manzara juda yoqimli. Bunga ishonasizmi? Melburnni ham suratga olishim kerakmidi? Men hammasini xotiramda saqlayman. Saqlandi. Buning o'rniga Sidneyni ko'proq suratga olishim kerak. Ob-havo juda yaxshi. Dengiz yulduzidekman. Voy xudoyim, men juda hayajondaman. Baliqlar. Men buni YouTube'da ko'p ko'rgandim. Bular akula tuxumlari. Ishonchim komilki, bular akula tuxumlari. Tuxumlar uning ichida bo'lsa kerak. Ha, bu tuxumlar ichida. Agar ular bu yerdan tuxumdan chiqsa, qanchalik yoqimli bo'lishini tasavvur ham qila olmayman. Buni qarang, u juxvanga o'xshar ekan. Salom. U juda ishtiyoqni suzmoqda. Voy, bu juda katta. Hajmiga qarang. Ortimda ekanini bilmasdim. Voy, harakatiga qarang. Nega tez yuryapti? Ularning hammasi juda yoqimtoy edi. Voy, dumga qarang. Bu juda katta. Men hech qachon bunday chiroyli stingreyni ko'rmaganman. Bu juda uzoq. Ajoyib. Bu chindan juda katta. Bu juda yoqimli ko'rinadi. Tezroq bu yerga keling. Ularning oyoqlari bor. Pingvinlarni ko'rish uchun keldim. Bu yerga keling. Xudoyim, Unni, men juda qo'rqib ketdim. Men bilan turishingiz kerak. Men buni qila olaman. Bular nima qilishyapti? Qo'rqinchlimi? Qo'rqinchlimi? Oh, qo'rqinchli. Nega men juda oson qo'rqaman? Salom, buni qarang, bu ozg'in. U biz tomon kelyapti. Bunisi bizga qarab turyapti. Bu nima? Ichkariga kiramizmi? Men allaqachon qo'rqib bo'ldim. Jisu Unni bilan hayvonot bog'iga borishim kerak edi. Lekin men bu yerga yolg'iz keldim. Qo'rqinchli. 쇼핑 타임입니다. Avstraliyada ajoyib muzqaymoq bor. Endi o'ylab qarasam, Avstraliyada juda ko'p mazali muzqaymoqlar bor. Bunisi juda mazali. Bu Unnidan hayratga tushmang. Bu juda mazali. Ishonchim komilki, bunisi ham bor Unni. Bu juda mazali. Yo'q, ketishdan oldin hammasini sinab ko'rishimiz kerak. Biz ulardan 3 tasini tatib ko'ramiz. Mendan katta bo'lgan odamlar muzqaymoqni mazali deb bilishadi. Shu payt xayolimga keldi. Men go'shtli pirogni topib yeyishim kerak. Yo'q, qanday? Chindan juda qiziqarli. Biz bu koalalarni ko'z yoshi bilan topdik. Xursandman.
Xudoyim, kuta olmayman. Buni suratga olishim kerak. Ushlab turing. Ovqat uchun rahmat. Mayli, hozir sinab ko'raman. Sinab ko'ring. 와, 이거 다 고기? Siz uchun kesganlarimni yeyman. Mazali, manzara ham juda chiroyli. Bu ham mazali ko'rinadi. Ta'mi qanaqa? Bu ham mazali. Ha, chindan mazali. Bolalar, Avstraliyaga keling va go'shtli piroglarni iste'mol qiling. Bu juda mazali. Bu ismaloq va feta va ismaloq o'ramasi. Menimcha bu ham mazali. Xudoyim, bu yanada mazaliroqmi? Hozir bu yerda nimadir juda mazali. Unni, bundan keyin shuni sinab ko'ring. Juda mazali. 장조림 맛이라고요? Jangjoriga o'xshaydi. Juda kulgili. Yetib bordi, tushundim. Nima, musiqa qo'yishimiz kerakmi? Romantikadek narsa. Jaz, shu kunlari jazni juda yaxshi ko'raman. 짠! 콜라 제로. Men bundan 4 yil oldin lisamdan kelganda aytganman deb o'ylayman. Lisa bilan go'shtli pirogni iste'mol qildim. Bu kimgadir uni sotib olgani va ularga majburan yedirgani haqida hikoya. Maktabdan keyin 겨울에. qishning sovuq kunida, shunaqa sovuqda dadam meni va opani olib ketar edi. 집에 가는 길에 하이웨이. Uyga ketayotganimizda katta yo'l oldida yoqilg'i quyish shoxobchasi bor edi. Yurganimiz sari qo'llarimiz muzlab qolardi. 잖아. Va go'shtli pirog issiq bo'lgani uchun uyga shunday qaytib kirardik. Ketchupni ana shunday quyar edik. 콜라가지고 Uni yeyish 먹었던 게 kechagidek tuyuladi. Men xuddi shunday edim. 벌써 이렇게 콜라에 취한다. Yana bitta yesangiz mazali bo'ladi. Buning sababi bu joydagisi biroz ketdi. Men o'sha yoqilg'i quyish shoxobchasini olib kelishingizni istardim. Bu haqiqatan ham chunki xamiri ancha yupqaroq. 근데 이제 Lekin yupqa bo'lgani uchun buni qanday aytishim kerak? Bu mazaliroq. Bu sharmandalik, yoqilg'i quyish shoxobchasiga to'xtashim kerak edi. 애들 한국 버전이면 길거리 떡볶이가 맛있는 그런 느낌인가? To'g'ri, bu tuyg'u. 그 느낌이지. Demak, chet eldan kimdir kelib eng yaxshi tokpoki qayerda deb so'rasa, "Voy, bu mazali tokpoki restorani, sizni o'sha yerga olib boraman." Yo'q, unaqa emas. 근데 이 Lekin bu mazali, ko'ngli qolmadi. Bugungi menyu. 오늘의 Bugungi buyurtma bitta qiyma pirog, bitta kolbasa rulosi, 주한 bitta feta va ismaloq rulosi 멋지. va qo'shimcha ketchup. Menimcha bu juda yaxshi sayohat. 대로 하려는 거 같지. 갈까요? Ketamizmi? Juda yoqimli koalalar. Men bu qutini ochishni intiqlik bilan kutgandim. Nima qilishim kerak? Yuragim tez uryapti. Lekin men ham shunday saqlamoqchiman. Menimcha uni uyimga shunday o'rnatish yoqimli bo'lardi. Uni yirtib tashlashim kerakmi? Baxt endi. Oh, alo. Ha, rostdanmi? 정말요? 저희 Biz bugun arkadada birinchi o'rinni egalladingizmi? Qaytib kelib o'sha katta qo'g'irchoq olib ketdingmi? Nima, qanday? Oh, agar haqiqatan ham shunday pichoq bo'lganida, men uni ochmagandek qilib orqaga qo'yishim mumkin shekilli. 아니 이거 Yo'q, bunda agar yaxshi bo'lsangiz qila olasiz. Haddan tashqari bugun omad kulib boqdi. Ha. Ajoyib aniq baxt. 행복. Omad. Men shunchalik qiziqamanki, yordam bera olmaysiz. Tada! 네. Oh, do'stim.
U mening do'stim. U mening maktabimdagi eng yaxshi do'stim edi. Nega birdaniga qo'shiq aytyapsan? 왜 갑자기 노래를 불러? Hayajondamsan? Bugun yaxshi narsa bo'ldi shekilli. Bugun menda ham yaxshi narsa yuz berdi. Men bu uyali telefonni oldim. Demak, senga video qo'ng'iroq qilish mumkin, to'pmi? Men bandman. Xayr. Chizamiz? 그려보겠습니다. Hayajonli, nimani chizishimiz kerak? 뭐 그려? Koala. Koala. Koala qiyin ko'rinadi. Koala. Ochmang, men u yerda bo'lganimda ko'proq hayajonlanganman. Yo'q, men qilmadim. Bu haqida o'zingga gapirishda davom etasanmi? Qo'rqqanimdan uxlay olmayman. Yo'q, qo'rqaman. Bu bugungi yupqa xamir va ko'z yoshlar natijasi. Bu mening qulay noutbukim. 밴디 노트북입니다. Tada! Shunaqa kuylashda davom etadimi? Buni to'xtatib bering. Ekran? Ekranni bosyapsizmi? Bu sensorli ekran edi. Bu sensorli ekran ekan. Har holda biz bugungi kunni yaxshi o'tkazdik. 하루를 잘 채웠다. 오늘 Avvaliga bugun nima qilish kerak degandim. Tugadi. Xayr. 저희 드디어 Va nihoyat hayvonot bog'iga keldik, bolalar. Tovuq qafasining ichida, yo'q, biz tovuq qafasidamiz. 닭장이야. Bu do'kon to'xtatishimiz kerak. Chiqib ketayotganimizda shunday qilsak bo'lmaydimi? Ha, lekin biz ko'pincha kechikamiz. Ketayotganimizda yo'q bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Quokani izlashimiz kerakmi? Quokka bu yerda. Aslida biroz o'xshaysiz. Men ham Avstraliyada vlog uchun suratga olishni o'ylayotgan edim, lekin kecha kuni bo'yi mehmonxonada edim. Men Bangkok vlogini suratga olishim mumkin edi. Bu biroz kundalik vlog deb ataladi, lekin bu shunchaki xona. Kundalik hayotim. Bu kundalik hayot. Men faqat kechqurun xursandman. Kecha taxminan 7 da uxladim. Voy, bu mendan ozgan bo'lsangiz kerak. Qanday ekan, shunchaki hayvonga o'xshabmi? Bu yerda yashaydigan hayvonlar kabi. Bu yerga birinchi marta kelishim. Hey, men juda qo'rqaman. Qo'rqasizmi? Men yerda shunday voqea sodir bo'lishidan xavotirdaman. Men chindan qo'rqinchli. Men uni ko'rgim kelyapti. Ana koala. Kimni? Bu juda kulgili. 진짜 웃기다. Orqasi haqiqatan ham yoqimli. Daraxtdan daraxtga ko'chyapti. Ilgari meni shu narsa qiziqtirar edi. Yoqimli. Mazalimi? Xudoyim, bu juda mazali. Hey, qarang, bu juda yoqimli. Gorilla bilan suratga tushamiz. 찍을 거래요.